Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun. Mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Oybek 1905-1968 asr o'zbek adabiyotining zabardast vakili Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek badiiy adabiyotning deyarli barcha yo'nalishlarida birdek samarali ijod qilgan. Uning she'riyat, nasr, badiiy publitsistika, tarjima, adabiyotshunoslik, tanqidchilik sohasida qoldirgan boy adabiy merosi 20 jildli mukammal asarlar to'plamidan joy olgan. O'rni kelganda eslatib o'taylikki, o'zbek adabiyoti tarixida hozirga qadar faqat 2 ulug' ijodkorninggina shunday to'plami nashr etilgan: Alisher Navoiy va Oybek. Oybekning ilk she'rlaridan biri Cholgu tovushi nomi bilan 1922 yilda e'lon qilingan. Shundan buyon shoir yaratgan she'riy asarlar uning Tuyg'ular, Ko'ngil naylari, Mashala, Baxtigul va Sogindiq, Quyosh qoshigi, she'rlar, Front bo'ylab, Olovli yo'llar, Ko'ngil kuylari to'plamlarida jamlangan. Shuni ta'kidlash kerakki, Oybekning shoir sifatida shakllanishida barmoq va erkin vazndagi yangi o'zbek she'riyati asoschilaridan bo'lmish Cholponning ta'siri juda kuchli bo'lgandi. Shu sababli Oybekning lirik qahramoni birinchi navbatda o'z ruhiyati bilan o'quvchi yodida qoladi. Bu nima degani? Bu degani Oybekning aksariyat she'rlarida asosiy e'tibor voqea yoki narsaga emas, balki ulardan hosil bo'layotgan tuyg'uga, kayfiyatga, ko'ngilga qaratiladi. Masalan, Kuz yomg'iri deb boshlanuvchi she'rning so'nggi misralariga diqqat qilaylik. Kuz yomg'iri, quy, muttasil. Derazam chert, kel, chal, mungli soz. Bir yalt etib o'tdi ketdi yoz. Quvonchlarga hayotmish baxil. Go'yo kuz yomg'iriga qaratilgan murojaat zamirida quvonchlarga baxil hayotdan ozor topgan lirik qahramon ko'nglidagi dardlar zalvori seziladi. Bu ezgin holat faqat so'zlar takrori, quy, da'vatning ketma-ketligi, chert, kel, chal evazigagina emas, balki oxirli qofiya evaziga ham kuchaytiriladi. Qofiyaning an'anaviy abab yoki ab shakli emas, balki abba tarzi qo'llaniladi. Yoki 1941 yilda bitilgan Ikkinchi jahon urushi qurbonlari haqida uzluksiz kelayotgan shum xabarlar dahshatini ifoda etgan qoraxat tortligini o'qiymiz. Bexosdan uzilgan shoda dur kabi tokildi umidning rangli barglari. Osildi bir onda qo'llar madorsiz, yer qochdi, qoraydi quyosh zarlari. She'rda qoliga qoraxat tutqazilgan kishining kim ekani ayol yoki erkak, yosh yoxud qariligi aytilmagan. Balki u yakkayu yagona o'g'lini urushga yiglab yollagan mushfiq onadir. Yo chimildigi yigishtirilmay turib yoridan ayrilgan kelinchakdir. Balki 5 bolasi nobud bo'lib, 40 yoshida topgani shu o'g'liga suyanib qolgan beli bukik choldir. Biroq shunisi aniqki, ularning hammasi va ularga o'xshagan yana 1000, 10 000, 100 minglab chorasizlar uchburchak shaklidagi mana shunday xatlarni oladi. O'sha 100 minglab insonlarning barchasi shoir tasvirlagan holga tushmogi ham, afsuski, achchiq haqiqat. Bu mo'jaz she'r ta'sir kuchini oshirishda o'rnida qollangan she'riy san'atlar muhim rol o'ynaydi. O'xshatish, bexosdan uzilgan shoda dur kabi, istiora, umidning rangli barglari, quyosh zarlari va jon. Lantirish, yer qochdi, lirik qahramon holati va kayfiyatini o'quvchi ko'z oldida yorqin gavdalantiradi. Oybekning shoir sifatidagi mahorati uning quyida taqdim etilayotgan 2 she'rida ham yaqqol aksini topgan.